anatomiyasi buzilgan bo'ladi. Mana shu qin svechalarni qo'ygan paytda, yana o'sha aytilgan paytda ma'lum vaqtgacha qandaydir psixologik ta'sirli yordam bergandek bo'lishi mumkin. Chunki shunaqangi ayollarda ko'rganman. Xuddi shunday deb aytilgan, o'sha qin svechalardan foydalanganda bu to'g'ri tushunish kerakda, qinda osilib qolgan devor bu shamchalar orqali qaytib joyiga tushmaydi. Bunda o'sha qinda anatomiyasi buzilgan bo'ladi. Buni tiklash uchun anatomiyasini bu qinda o'sha osilib qolgan devorlarni joyiga qaytarish uchun faqatgina operatsiya yordam beradi. Buni to'g'ri tushunishlaring kerak. Faqatgina operatsiya orqali qinda devori mustahkamlanadi. Bu 3 qator qilib tikiladi, 3 qator qilib. Shunda o'sha qinda devorlari mustahkamlanadi va bu bir umrlik bo'ladi. Faqatgina aytganimdek minusi, agar tug'moqchi bo'ladigan yoshdagilar bo'lsa, reproduktiv возрастda bular kesarь bilan tug'ish tavsiya qilinadi.